3. bab. Bundaq deyiş bilen, yana özümüzni kösüşke başıldık mı? Yoki ba'zilardek sizlarga tonuşturuş xeti eli berishimiz, yoki sizlardan tonuşturuş xeti elishimiz kerak mi? Sizlar özünglar bizning tonuşturuş xetimizdir sizlar. Chunki amaliyatinglardan hamma kishi bizni hem bizning orangizda qilgan yaxshi xizmatimizni tonib olalaydi. Demak, bu xat qog'ozga emas, balki qalbga yozilgandir. Aniqki, sizlar xizmatimizning mevisi. Sizlar siyoh bilan emas, mangu hayot Xudoning ruhi bilan tosh taxtlarga emas, insonlarning qalbiga yozilgan, Ayso Masih tayyorlagan xatdir sizlar. Yuqorida aytganlarimizga Ayso Masih orqali Xudo oldida jazm qila olamiz. Biz hamma ishni o'z iqtidorimiz bilan qila olamiz demoqchi emasman. Chunki bizning iqtidorimiz Xudodan kelgandir. U bizni yangi ahdining xizmatkorlik qilish uchun iqtidorli qildi. Bu ahda yeziq bilan xotirlangan Tavrat qonuniga emas, balki muqaddas ruhga asoslangan. Chunki yeziq bilan xotirlangan Tavrat qonuniga hech kim to'liq rioya qila olmag'achqa, u insonlarga mangulik o'lim elib keladi. Muqaddas ruh bo'lsa, gunohiga tavb qilganlarga mangulik hayotlik ato qiladi. Tosh ustiga harflar bilan o'yilgan Tavrat qonuni insonlarga mangulik o'lim elib kelsa-mu, bu qonun Musa payg'ambar orqali Xudoning porloq nuri ichida tushirilganda, Musa payg'ambarning chiroyi shundoq porlagan ediki, garchi nur osti yo'qolgan bo'lsa-mu, Isroil xalqi uning chiroyiga qarab tura olmagan edi. Bu qonunning tushirilishi shundoq ulug' bo'lgan yerda muqaddas ruhning elib keldigini texmu ulug' bo'lmamdi. Ya'ni insonga jazo elib keldigan Tavrat qonuni ulug' bo'lgan yerda insonni haqqoniy qiladigan yangi ahda texmu ulug' bo'lmamdi. Amaliyotda burunqi ulug'likni hozirgi texmu shonliq ulug'lik bilan selishtirganda hech qancha emasdir. Vaqtliq yurgizilgini ulug' bo'lgan yerda mangu yurgizildigini texmu ulug' bo'lmamdi. Bizda shundoq bir umid bo'lg'achqa, yuraklik holda xushxabarni yetkazib. Biz yuzdagi nurning osta o'chib ketayotganligini Isroillarning ko'rib qolmasligi uchun yuziga chumbarti tortib olgan Musa payg'ambarga o'xshamaymiz. U vaqtda Isroillarning aqli bexutlashib ketgan edi. Ular toki bugungacha koni ahda, ya'ni Tavratni o'qiganida aqli go'yo shu chumbardi bilan yepilgandek tumoqda. Chunki bu chumparda faqat Ayso Masih orqaliqla elib etildi. Shundoq, bugungi kundimi ular Musa payg'ambar orqali tushirilgan Tavratni o'qiganda shu chumparda yanila ularning qalbini yepib olmoqda. Biroq ular qachon Rabbga yuzlansa, u chumparda shu chog'da elib tashlandi. Bu yerdagi Rabb deganlik muqaddas ruhdir. Kimning qalbida Rabbning ruhi bo'lsa, uningda hurlik bo'ladi. Bizlardagi chumpardilar elib etilgachga Rabbimizning ulug'ligini ko'ryapmiz. Buning bilan biz Rabbimizga o'xshash bo'lishga o'zgartilib, bara uning ulug'ligini texmu aks ettiryapmiz. Bu Rabbimizdan, ya'ni muqaddas ruhdandir.